Payg'ambar alayhisalomning mashhur qori sahobalardan Ubay ibn Ka'b Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytdim deyapti. "Ya Rasululloh, sizga qancha salovat aytay, haqqingizga salovat qancha aytay?" debdi. Payg'ambarimiz unga qanchaga qodir bo'lsang shuncha aytaver dedi. Shunda Ubay aytdiki, "Bo'lmasam debdi, men sizga shu duolarimdan 1 soat duo qiladigan bo'lsam, shundan 4dan birini sizga salovat aytaman" debdi. Shunda payg'ambarimiz aytdiki, "Yaxshi. Agar undan ziyoda qiladigan bo'lsa, o'zingga yaxshi bo'ladi" debdi. Shunda Ubay aytdiki, "Bo'lmasam zikrimni 3dan 2sini sizga salovat aytishni o'tkazaman" debdi. Rasululloh sallam "Yaxshi" debdi. "Agar undan ham ko'paytiradigan bo'lsang, o'zingga yaxshi bo'ladi" debdi. Shunda "Ya Rasululloh, men zikrlarimni, duolarimni hammasini sizga salovat aytishni o'tkazaman unda" dedim. "Agar shunaqa qiladigan bo'lsa, butun g'amlaring ketadi" deb aytdi. Va gunohlaring mag'firat qilinib ketadi deb aytdi deydi. Ya'ni ikkita amal. Bittasi butun g'amlar ketar ekan. Dunyodagi g'amlar. Qanaqa g'amingiz bor? Qo'lingiz kasalmi? Hadeb doktorga yura olmasdan salovat ham ayting 1 soat, 1 kunda. Qarzingizdan qutula olmayapsizmi? Hadeb masjidda eshigiga turib olib, ovozingizni ko'tarib, Allohning bandalaridan so'ramasdan Allohdan so'rang, payg'ambarga salovat ayting. Alloh odamlarning qalbiga sizga rahm soladi. Alloh sizga o'zi shu qarzingizni o'tab qo'yadigan odamlarni jo'natadi. Hadeb bandadan so'ra olmaslik kerak-da. Allohdan so'rash kerak, Allohdan bog'lanish kerak. Rasululloh aytayapti, "Menga salovat aytsang, g'amingdan qutulasan" deyapti. Inson hayotida mana shu hadislarga amal qilish kerak. Hayotida shu narsalarni tatbiq qilib ko'rish kerak. Butun g'aming ketadi deyapti. Dunyoviy g'am ham bor, diniy g'am bor. Imtihonlar kelishi mumkin insonning boshiga. Mana shu imtihonlar yechilib ketadi deyapti. Yana gunohlaring kechiriladi deyapti. Ya'ni oxiratga borsangiz, gunohlaringiz yo'q bo'lsa, sizdan baxtli odam bormi? Mag'firat qilinib ketgan bo'lsa shu salovat sababli. Demak, inson payg'ambar alayhisalomga zikrni ko'paytirish kerak, salovatni ko'paytirish kerak ekan.